150 ming so'mga 1.5 Dons motor mayjavit коробкасы mexanikada tutpayt teppayt 4 tane elektropaket gidravlika bor. Mashina motorlar mayjavit, oldi orqa yaxshi. Senasına jarasha obmen yo'llari qaraladi, obmen yo'llari Matizga. Matizga bo'lsa obmen yo'llari qaraladi. Bosi 150 ming so'm, S nomer 552 men 82 66 67 552 men 82 66 67 2006-yilgi 150 ming so'm do'stlar. Mashinani bir sira ko'ramiz. Bosna jarasha xudo qalsa kengir chal baylanishasiz. Yuridiskiy taq сразу 4. İchki ballarni ko'ra turamiz bo'lsa. O'ta soni qo'yib. To'shaklar solib qo'yib, evapoliklar bor ekan, chaqollar solingan. Kengir chal baylanishlar bo'ladi. Uzana keltiramiz. Arqa jaqlarda yaxshi kenen evapoliklar bor, chaqollar bor. 4 tane elektropaketda. 4 ta balon abalı yaxshi. Kengir esne chal baylanishlar bo'ladi. Hem maqtagan Allohga tatiqdi, temirga temir demamli. Hem do'stim bunday. İdeal emas, ideali bu pul emas do'stlar. Biroq mashina yaxshi yurim turimi, o'zlari usta bollar. Motor mayjavit dedi, mayni kechal almashtirdim deydi. Mashina yurim turimi yaxshi ekan, kengir baylanishib chalsanlar bo'ladi. Ekta arqa mazator ishlab aytadi deydi. Qolgan jog'i yaxshi ekan. Kengir esne chal baylanishsizlar, mashina qarasuvda bu Kirovda bo'ladi. O'zimizning ustaning mashinasi. Kengir chal baylanishib olsanlar bo'ladi. Ana o'z negiz arzon qo'yib berdik. Bunday. Bo'lishuncha suylashib. Chalib olib o'tib ezgilaganda keragi yo'q. Kichkina tushib beradi. Suylashib olsanızlar bo'ladi.